Prezidentimiz alohida suhbatlashgan yoshlardan biri Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Obod mahallasi yoshlar yetakchisi Islombek Muhammadjonov bo'ldi. U tashkil etgan Obod ta'lim o'quv markazi qisqa vaqt ichida mahalladagi 600 nafar yoshning hayotini o'zgartirishga xizmat qildi. Ular zamonaviy kasblar va xorijiy tillarni egallab, xalqaro mehnat bozoriga chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi. Eng muhimi, Islombek Muhammadjonov Germaniyaning nufuzli kompaniyalar bilan xalqaro shartnomalar asosida hamkorlik yo'lga qo'yib, mahalla yoshlarini global iqtisodiyot zanjiriga ulay oldi. Natija esa raqamlarda emas, ijtimoiy muhitda namoyon bo'ldi. Ishsizlik kamaydi, yoshlar jinoyatchiligi barham topdi. Mahalla esa mamlakatdagi eng namunali hududlardan biriga aylandi. Bu tajriba prezidentimiz tomonidan yuqori baholangani bejiz emas, chunki mazkur loyiha davlat siyosatining asosiy maqsadi yoshlarni qo'llab-quvvatlash orqali butun mahalla muhitini o'zgartirish mumkinligini isbotlab berdi. Bergan imkoniyatlardan keng foydalandi. Mahallamiz o'quv markazi ochib, 600 ga yaqin yoshlarimiz zamonaviy kasblarga, xorijiy tillarga o'qitdi. Bugun siz investitsiya kiritgan yoshlar mahallada turib Germaniya hamkorlar bilan birgalikda ishlashmoqda. Bugun mahalla buning natijasida jinoyatchilikdan ham, ishsizlikdan ham qoniqib aylandi. Hurmatli prezident, siz hozir katta g'oyalar va takliflar bilan keldim. Hurmatli prezident, til markazlariga e'tibor qaratsangiz, 100 minglab yoshlarimiz xorijiy tilda o'rganishga boshladi. Endi yoshlar bizdan so'rayapti, mahallasi jinoyatchilikdan, ishsizlikdan xoli bo'lgan hududlarda zamonaviy o'quv markazlarini, kasb-hunar markazlarini ochsak, buni ochish uchun imtiyozli mablag' mahalladagi yoshlar yetakchining tavsiyasi bilan berilsa, men o'ylayman, nafaqat meni mahallam, balki respublikamizning 8992 ta mahallasi aynan shu markazni ochishga shay turgan yosh tadbirkorlarimiz bor. Hurmatli, bizga bildirgan yuksak ishonchingiz uchun katta rahmat. Biz mahallada yoshlarda haqiqiy ishonchi, suyanchiga aylandik, albatta prezidentning vakili sifatida. Bugun biz yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, bandligini ta'minlash, iqtidorlarni ro'yobga chiqarish bo'yicha ishlarni amalga oshirishyapmiz. Olis, chegara yaqindagi mahalla bo'lishiga qaramasdan, men ish faoliyatim ilk kunlarini mahalla yoshlarimni zamonaviy kasblarga, xorijiy tillarga o'qitishdan boshlaganman. Maqsadimiz bitta edi. Mahallada turib xorijdagi hamkorlarga o'zimizning mutaxassisligimizni, faoliyatimizni eksport qilishni oldimizga maqsad qilgan. Chunki mahallamiz qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan mahalla edi. Ta'lim zanjiri yaratildi. 2023-yilda hurmatli prezidentimiz kelajak kasblar loyihasini tatbiq etib bergandilar. 20 nafar yoshlarimiz viloyatimizdagi eng yaxshi o'quv markazlarida ta'lim olishlari uchun davlatimizning mehr g'amxo'rligini, mablag'larini yetkazgan edi. Ular 1 yil davomida eng yaxshi o'quv markazida ta'lim olishdi, sohada mutaxassis bo'lishdi, daromadga kirishdi. Yelkalariga ijtimoiy majburiyat olib, mahallaga qaytib o'zlarining tengdoshlariga bor ko'nikmalarni berish tashabbusini ilgari surishdi. Biz bu tashabbusni qo'llab-quvvatlaymiz. Buning natijasida mahallamizda ta'lim zanjiri yaratildi. Yoshlar jamg'armasining mablag'lari ham tejab qolinishiga erishildi. Hurmatli prezidentimiz yaqindagina 5-sonli qaror imzolab berdilar. Farg'ona tumani endi yangi qiyofaga, turizm qiyofasiga kiryapti. Mahallamizdan Marg'ilon soyi oqib o'tadi. Shu soyi bo'yida yoshlar gavjum ko'chani tashkil qilish oldimizga katta reja qilib olganmiz. 24 ga 7 har doim ishlab turadigan. Bu ko'chada aholiga xizmat ko'rsatish, aholi dam olishlari uchun sharoitlar yaratish. Bundan natijasida mahallamizda yosh tadbirkorlar kashf etilishi, yoshlarimiz daromadga kirishi ko'zda tutilgan.